Saloh aka, 100 ming pul bering. Nima qilasan 100 mingni? Qarang Saloh aka, mana shu 100 ming pulga taka 3 xonali yangi kvartira olib arendaga berib qo'yamizmi? Oyma-oy soqqa kelib turadi. Ey, bu biznes ham bo'lmaydi. Topdim. Mashina olib arendaga chiqaramizmi? Bu ham oyma-oy soqqa. Yo'q. Yandex ham boykot bo'ldi-yu. Onasini emsi milliy taom ochamiz. Bizani xalq nimani yaxshi ko'radi? Ovqatni. Soqqani bosamiz. Nima dedingiz? Xotin, kasal-pasal emasmisan? Qanaqa milliy taom, qanaqa kvartira? 100 mingga nima beradi? Вот именно, Saloh aka. 100 ming pul hech narsaga yetmaydi. Restoran ham ochib bo'lmaydi. Bergan pulingiz o'zi 100 ming pul. Nima qilasan? Qaqashlatasan deb so'rovra qaqashlatardim. Sizni krizga parashok olib chiqaman. Uyga non olib chiqishim mumkin yoki nimadir kerak bo'lib qolish mumkin uyga. Undan ko'ra yana 100 ming bering. O'zi 100 ming pul so'rovra xuddi 1 milliard bergandek 100 ming nima qilasan? Qale, nervingni. Adashib ketdim.